Assalomu alaykum Toshkent kanalımıza olasizlar. Biz Xorazm qalasini aldanamiz. 4 etajli domimizning 4-etajında 2 xonani sotib olib bo'lgan ekan. Har etajimizda 4 xonadan bo'ladi. Chap qo'limizda 2 xonadonni ko'rib chiqamiz. Bismillah. Do'rimizda 2 xonasi. Yan tarafına girish qismi, ko'cha ishlarimiz normalniy. Uyimizni holatini aytib o'tadigan bo'lsak, o'rtacha holatda. Birinchi etdan tushirib boraveramiz. Bu yerimiz yana vanna to'liqchamiz bir edi. Unga vannalar qo'ygan, unitazlarimiz almashtirilgan. Shunday holatda uyimiz yana. Aynalarimiz taxta. Bu yerimiz kuxnya yana. Atap iynasi bor. Registrlar tashlab turibdi yana. Bir yerdə biləsizlər, Medin üstümüz dım yaxın, birimizdə yine zal joyimiz. Dekkan bazarımıza mı yaxın. 7 linəmiz yürüydü, 19 linə şöylədə həmməsi yaxın yurttaşlar. Birimizdə yine balkonumuz, atap yana şöyle anlatılған. Balkonumuzu plastikdən çıxarıb qoyubdular. Bir yerdə spanyemiz. Ütülətilgan ekan, kipsakordan bilan yetib beringlar. Patak bilan ishlab uzatilgan. Registrlar tashlab turibdi. Narxini keladigan bo'lsak, yurtdoshlar narxi 305 millionda turibdilar. Kim ma'lum bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Bu Sima uy-joy kanallari. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.